Bizda bilasizlar, ko'proq ekranlar sotamiz, mana bunaqa servis ekranlarni, lekin servis ekrandan hech qachon chang kirmaydi. Lekin yana bitta life hack aytmoqchiman ustakalarga, balki bilasizlar buni. Bilmaydiganlar uchun, yengillar uchun bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun buni aytolman sizlarga. Mana bunaqa kamera tozalaydigan kley bo'ladi. Mana shu kleydan olasizlar-da. Buni bilasizlar, ozgina cho'ziladigan kley bo'ladi. Shundan olib, ozgina ko'p bo'lmasa ham mana ko'ryapsizlar qanaqa holatda cho'ziladi. Bu foydaligi, bir akamizda yaqinda shunaqa muammo bo'ldilar-da, ozgina qiynaldilar. Mana mashina xohlagan joylarga qo'ysanglar, xohlagan razmeringlarda tushadi. O'zi Note 20 Ultra, S23 Ultralarni qo'yganinglarda chang kirib qoladi deb ko'p klientlar jalba qiladi. Endi avvalo orqa kirishkani ham zo'r yopish kerak bo'ladi, lekin mana mashina qo'ysanglar ham xudo xolasa 90-95% zo'r foyda beradi. Bu kleyning hech qanaqangi zarari yo'q, erib ketib yoki boshqa bo'lib yopishib qolmaydi. Mana ko'ryapsizlar qanaqa holatda. Germetikaga o'xshaydi, lekin qotgandan keyin olish juda ham oson buni. Xohlagan razmeringlarga qo'yasizlar-da. Shunday mana qo'yib qo'yasizlar. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, saqlantirib qo'yinglar. Bu обычный shu 20-30 ming so'm sotiladigan kleyingel, ya'ni kamerani tozalaydigan. Mana mashinaga qo'yib qo'ysanglar ideal bo'ladi. Hech qanaqangi bir chang yoki boshqa narsalar kirib ketmaydi. Yopganingizda ham yumshoq yopiladi, chiqqanda ham yumshoq chiqadi. Chunki o'zini ham eskisida bilsanglar shunaqa joyi bo'ladi. Buniki sal boshqacharoq bo'ladi, qattiqroq bo'ladi. Buni ham endi yaxshilab zo'r qizdirib chiqarib olsanglar chiqadi. Bundan ko'ra mana buni qilib olsanglar idealni bo'ladi.